Men Mullajonov Baxtiyorman. Eurojobs Consulting degan firmasiga hujjatlarni topshirdim. O'rtacha fevrallarning boshidan ish boshlangan edi. Mana bugun vizani oldim. Latviya davlatiga. Oldin Yevropa davlatlarida ko'p bo'lganman va boshqa davlatlarda qurilish bo'yicha ishlaganman. Hozirgi moment Latviyaga viza oldim qurilish bo'yicha. O'zim beton sohasida ishlardim, beton konstruksiya bo'yicha. Hozirgi kunda yana Latviya davlatiga endi ketyapman shu qurilish ishlari bo'yicha. To'lov xarajatlariga keladigan bo'lsak, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun to'lovlari bor edi, o'shalar to'landi. Xizmat uchun firmaga qo'limga viza kiritganimdan keyin to'ladim. Eurojobs Consulting degan firmasiga rahmat. Asosan Doston degan bola bilan tanishganman. Undan keyin Farhod bilan Jamol degan bola hujjatlarimni rasmiylashtirib berishdi. Ishonsanglar bo'ladi, hujjatlarni topshirsanglar bo'ladi va vizalarni qo'lingizga olsanglar bo'ladi. Rahmat.